Do'konimizda 36 dollarga gazon, beda, yantoq, makka, mana bunaqa dumaloq, uchburchak, jelkali uchala nasadga bitta apparatda chiqadigan benzinli gazonokosilkamiz 36 dollar bo'lib ketdi. Bu yerda har xil variantlari bor. Eng arzoni 36 dollar, 10 milliongacha variant ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Chilonzor filialimizda har xil akkumulyatorli, tokli deysizlarmi, dachaga, uyga, ro'zg'orga farqi yo'q. Cho'nchakbop deysizlarmi, qimmat brendli deysizlarmi, hammasidan bor. Ana bu nomeradini bugun videosi chiqdi. 56 dollardan chiqdi, ko'rgan bo'lsanglar. Har xil varianti bor. Cho'nchagiga qarab kelaverasizlar. Akkumulyatorni deydigan bo'lsanglar, akkumulyatorni. Tokli deydigan bo'lsanglar, tokli. Brendi mana Husqvarnani, Shtilni bilmagan insonlar bo'lmasa kerak. Bundan 10 barobar ko'proq Sergelidagi filialimizda. Bu Chilonzor filialimizda. Bitta assortimentni ko'ringlar, bahoni o'zingizlar berasizlar. Qanaqa variant kerak deydigan bo'lsanglar, pastda fikringizni yozib qoldiringlar. O'zi uyingizda qanaqasini ishlatgansizlar avval, o'zingizlarda bo'lsa. Eskisi bo'ladigan bo'lsa, sirazi yengilab olish vaqti keldi. Juda ham zo'r narxda. Narxi menimcha bomba narx. 36 dollarga 3 ta nasadkasi bilan gazonokosilka menimcha bilmadim. Fikringizni yozib qoldiringlar. Arziydimi? Ertaga to'liq videosini storiesda qo'yib qo'yaman, o'zingizlar ko'rasizlar. Har xil variant kelgan. Nasib bo'lsa ertaga videosini chiqazamiz. Kuninglar xayrli o'tsin.